Bugun sizlar bilan qiladigan ishimiz Taobao предложениясini Play Marketdan skачать qilib, ya'ni yuklab olish bo'ladi. Aynan mana shunaqa belgili Taobaoni yuklab olamiz. Programma ochilgandan keyin birinchi chiqadigan mana shu oranjoviy knopkani bosamiz. Yana oranjoviyni bosamiz. Pastdagi o'ng tarafdagi oranjoviyni bosamiz. W harfiga tushirib 998 raqamli, ya'ni O'zbekiston kodini qidiramiz. W harfida bo'ladi. Kodni topgandan keyin u yog'iga registratsiya qilmoqchi bo'lgan telefon raqamingizni yozasiz. Telefon raqamingizga SMS kod keladi, oranjoviyni bosasiz. SMS kod kelishi uchun mana shunaqa belgi chiqadi. Shu belgini o'ngga suramiz. Yashil bo'ladi. Va sizni telefon raqamingizga 4 tali kod keladi. 4 tali kodni terganingizdan keyin programma ochiladi. Mana programmamiz ochildi. Sizda отпечатка talisizmi yo'qmi deb so'rayapti. Xohlasangiz отпечатка qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz отменить qilishingiz mumkin. Bizga kerak emas dedik. Mana programma ochildi. Siz mana registratsiyadan o'tdingiz degani bu. Bunaqasi naklay chiqib qolsa, ikkisi bosib yuboraverasiz. Reklama, aksiyalar haqida ma'lumotlar bo'ladi. Mana bu siznikingiz hisoblanadi. Registratsiyadan o'tdik.